Salom o'rtoq. 4 xonali 96 kvadratli variantimiz chiqdi o'rtoq. Bu yog'imiz prixожий zona. O'ng tomonimda esa sanuzel joylashgan alohida. Koridordan to'g'riga yurganimizda esa zal xonamiz joylashgan. Uyimiz holati sredniy holatda. Kirib yashasang bo'ladi. Chap tomonimizda vanna xonamiz joylashgan. Vannani yonida esa to'g'rimizda kuxnya joylashgan. Bu uyimizning balkon razmeri esa 2 metrga 6 metr. Endi koridorga qaytamiz. Koridordan to'g'riga yurganimizda o'ng tomonimizda birinchi xonamiz родительский spalni hisoblanadi. Manzilimiz esa Yunusobod 15-kvartal. Orientir Baraka market. Bu esa katta ikkinchi xonamiz. Bu uyimizning kladovый xonasi ham bor ekan. Bu esa oxirgi xonamiz детский hisoblanadi. Bu ipotekaga ham olsang bo'ladi. Narxiga keladigan bo'lsak o'rtoq 85 ming start deyilyapti. Kelishadigan joyi bor. Ulgurib qolsang bo'ldi.